Hammaga salom. Bugun bizda yangi challenge. Ko'pchilik kutgan yana komanda challenge bo'ladi. Mana o'ng tomonda Jovlon komandasi, bu yoqda Xushchi komandasi. 5 ta zadaniya qaysidir komanda yutadi, o'sha 5 ta zadaniya yutsa, keyin oxirida o'sha komandaning bolalari penaltilashadi va bitta bola yutadi. Necha $100 bolaga $500. $50 meniki. Ularimi, ishlariga kim uchdan qatnasa 50% meniki. Bo'pti, har safar Mahmudga varatarlarga hech nima qo'yilmaydi. Короче, qarama. Hop, nechtadir to'sting, nechtadir o'tkazsang demayman. Hop. Просто hamma bolalar bilan videoni oxirida kelishamiz. Agar bo'ldi gap yo'q, shu pulga dastoyni yaxshi turadi deyishsa, $100 senga ham bonus bor. Agar tichib yuborsan, pul yo'q. Короче, birinchi zadaniya har doimgidek o'sha krisalar jangi. Davay. Gaplasha olaylik. Voy, takosh. Odatiy qolin shay bo'lamasiz. Voy deysiz. Golgacha edi-yu, endi qaytarib ursam tugamaydi-yu, ertalabgacha bo'ladi. $500 uchun Luboydan kechaman. Hozir yaxshi ko'raman. Aka hozir yaxshi ko'raman. 5-shartdan keyin 400 olaman. Bizda birinchi zadaniya tugadi. Hozir Xushchi komandasi 1-0 yutyapti. Endi ikkinchi zadaniya bu yangilik. Ikkita odam pastlashadi bir-biri bilan. Adborda bitta boshqa odam turadi, nari komandaniki. Bular pas o'ynagan payt, любой payt borib gol urib kelishi mumkin. Hozir o'zingizlar ko'rib tushun olasizlar. Qani to'y. Blижнийni olishing kerak, haqqing yo'q, o'tkazib olgan. Nima endi masofa ham mani bilmaysan, varatdarsan, blижнийni olishing kerak. Masofa ham yaqin edi-yu. Masofa ham yaqin edi-yu. 5 metrdan sepib qoldim, tepmadi-yu. Qatdan tepsin, 20 dan tepsin. Bilmadim endi. Ha qoldi, yaqindan sepdi. Хорош, Радик! Вообще, обороночка. Лучше. Mahmudda aniq u. Вот такой liniyaga yaqinlab. Yaxshi! Yana bitta chiqib olsangiz bo'ladi. Ne farqi yo'q. Ha, yaxshi ketamiz. Хорош. Artilgan. Artilgan? Voy. Ataylam qildim. Qanday tushundinglar? Intriga bo'lishni xohladi. Bolalar shu bizda 1-1, hozir 3-chi zadaniya, long shot. Sizlar yoqtiradigan. Yaxshi! Yaxshi men. Blижнийni tesh olaman. Qochtiring. Hammasi qaytarsa qiziq qolmaydi-yu, bular endi. Muxlislar uchun qiziq bo'lish kerak-ku. Atila o'tkazasiz? Ha, voy. Intriga uchog'im man. Qachon bo'lgan? 3 ta challenge rostdan Nurgalov bilan bajardi. I'm OG, y'all new to the game. Давай, ничего, давай, шоросак. Yaxshi qaytardi. Давай. Mana bizda 3-chi zadaniya tugadi. Mani komandam yutyapti 3-2 ga. Hozir bizda 4-chi zadaniya 3-2 futbol, 2 ta golgacha.
Ancha. Sen hozir kamerani ko'r, ne unaqa dostsan? Kamerani emas. Qayerdan kamerani ko'r, sandan tagida kuchgan. Bo'pti-da, bor uni. Qo'shib ketdim bori, bilat. Uzr. Ketdimi? Da. To'g'ri, hozir bitta Rossiya oxirgi challenjda shansi bo'ladi. Bitta raysani aniq qilsa bo'ladi. Inter Miami bilan Al Nassr eslaymi? Atak o'tib ketmadi, bu yo'g'i. Yo'q, ular to'xtaganligi uchun hozir jas urib ketganda men buni hisobman sudayman. Yo, jas hozir dakasi ishlamadi. Agar dakasi ishlab urib ketganda sportlashadigan joyi hozir to'xtab yugurdi-yu. Ha, u taraf ketdi-yu, ko'pdi. Obro'tga qoldi. Mana qara, hozir to'xtamasdan borib gol urib kelganda men hisoblab jim o'tirardim, qushlar bilan sportlashib. Yo, endi lekin baram, ana futbolda ham kimdir to'xtab qolsa ham to'xtaysan. Undoq xuddi shunaqa hisobsizda bu. Hozir bilmadim, lekin nima deyman? Bildi? Brat, biz papa Yo, po faktu-da bu, brat. Biz ham to'xtab qolsak ham to'xtab qolardik. Nima to'xtab qoldi? Sal o'yin ichida to'xtab qoldi. Hop, u ko'pda bordi, out ketadi-yu. Hop, bizni to'xtasa ne o'yin urmaydi? Bizni anonlar yo'q, bana hisob. Yo'q, agar yutsa boshlar qilishadi. Yo'q, nima es, qolsal. Qasalla to'xtab qoldlaring. O'zi to'xtasa nega u to'xtaydi u yugurmaydi. Fari tan olingda, hozir urib ketganimcha yo'q ketdi. Sportlashib, oxiri hisoblashtirmasdilaring. Hozir pulni o'ylamasdan, chista logistika o'ylaysiz. Sizlar hujum qilasizlar, biz zashtingizni to'xtasangiz, siz to'xtab qolasizlar. Aldamaysizmi? A chunki o'tib ketdi deb turiblar. Yana bo'tdi. Hop, o'tib ketdi demadi. Yo'q. O'yin tugadi, to'xtadi. Bayram ko'rdilaring, yaxshi. Yo'q, ketib qo'ygan, har doim o'yin tugagan. Hisoblamasizlar, to'g'risini. O'shanda sportlashadi. Sizga o'xshamay keladi. Biz o'sha narsani bilib turib to'xtadik. Sizlar to'xtab qolganligi uchun. Bitta kasani olib qo'yganda har doim tugagan. Yo'q, bitta kasani O'yin tabiiyani yo'q deb siz o'zingiz hokimiyat. O'yinlarning akasi, biz o'ynaymiz oxir. Bahona qilyaptim. Biz gol uramiz, atmosfera qilyapti, o'tmaydi bo'ldi. Zakandi kuchli o'tadi. Chunki men borman. O'ynashlik boshlandi. Nima deyapti u? Bratishga bo'yman o'tiribman. Men kelsa bo'ldi 100% gol yo bu. Bu hech qachon gol urolmaydi ham bundan keyin. Hop ketdi. Ne sho'shasan lekin? Yana ber o'rta, nima tep urasanlar? Sen oldinda o'yinchi borib bilan qatga beraman. Yana ber yuboraman. Yo'q, qatda oldinda o'yinchi turibdi. Abrot yo'q, tepsam kerak. Ab tep uraymiz, o'lib qo'y. Sal cho'zaylik. O'shasi gol bo'ldi. Eslani qablan, Islom bilan o'ynaganmiz. Hozir nima kerak? Pozitsiya bo'lgan. Tepsam kerak. A, hop sal cho'z, yana udobniroq paysi topiladi. Tepmayapsan, o'sha kirmayapti. Qatdan tepman, tepayman bitta. Tepish kerak, o'rtadan tepish kerak. Tepaman. Momentu tepish kerak. Shoshmalaringni olma. O'rtadan sen o'rta olib tep. Hop, meni yopdimi? Mana dalliga qilib berjasiga. Qachon uni ham yopyapti-yu. Voy, meni tepadigan moment bu. Qanaqasi radik? Meni ham uni ham yopadi. Tepadigan moment bu. A, ur bo'lmasam. Hop, men kirmadi-yu, hop tepish kerak. Agar urganingda emassan, o'sha shoshmadan. Bu tepish o'rgatma, o'rtadan o'zim. Bitta shabaloq hal qilib. Masalan, urganingda emassan, o'sha shoshmadan. Chunki men salliga moment qilib beraman-da. Mana olib tepsam bo'ladi. Mana olib tepsam bo'ladi. Urish kerak, urish kerak. A, urish kerak, urlaring, пожалуйста. Bo'ldi, ribas. Urganingda mayli emassan. Ketdik işte. Hay, koş ben. Gel. Bir. Давай, ribas. Tepish kerak, tepish kerak. Vur. Tegasan tepish kerak. Mana. Jas. Beni tuttu. Mana boya xizmatdan, sen pas etdin. O'rinli borlar. Yana to'p chiqish kerak.
4-chi zadaniya tugadi. Shot 4-3, 5-chi zadaniya. Yelkasiga tekkizib, otib berish va tepada. Mahab tuvar. Rostdan ham Bavariya ketadi shekilli. Jo'shqinlandingmi? Kameradan olib bo'lsa, Marbek. Такой telefondan qarab progress, sразу kameraga o'tdi. Professionalniy. Bilet har doim mana shunday yaxshi. Qalqat turolmasmi? I'm OG, y'all new to the game. Bo'pti bolalar, hozir 5 ta zadaniya ham tugadi. Общий счет 5-3 mi? Общий счет 5-3. Endi Xushchi komandasi penaltilashadi. Bitta odam yutguncha, qarochi, uramagan chiqib ketaveradi. Bitta odam yutadi, $500 o'shanga. Shu tayyormisizlar? Bo'ldi, tanimayman bularni. Bo'ldi, endi hozirgina jigarida bular endi dushmanga aylanishmoqda. Achi ishoni mana shu kundan bo'lgan challenge'da imенно siz yutishingizni xohlamanchini deb. O'z chiqib qo'yapsiz. O'shaga. 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 Manimcha bo'ldi. Davay maha! Radik, debyut YouTube'da. Lekin bar yoqimsiz odam. Yaxshi turdi-ku. Mana bolalar, hozir Mahmudga yaxshi turgani uchun bo'pti, yoqimsiz bo'lsa ham $100 tashab yuborildi. Bugun Radik mana debyut. Yo'q. Yo, debut победа. Debyutni победа. $500 yutib ketdi, normalno. Bolalar, agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, hozir 15 mingta like yig'amiz. Xudo xolasa yana bir kundan keyin yoki 2 kundan keyin yangi video chiqadi. Keyingi videoda ko'rishguncha.